qo'llaymiz. Kosinus ikkilangan burchak formulasini qo'llasak nima bo'ladi? Kosinus 4x kichik teng 1 taqsim 2. Bu tengsizlikni yechish uchun bizga nima kerak bo'ladi? Dekart interasi temasida birli aylana kerak bo'ladi. Kosinus qaysi o'qiydi? X dan nima qilamiz? 1 taqsim 2 ni belgilab olib vertikal tortamiz. 1 taqsim 2 dan nima bo'lsin deyapti? Kichik yoki teng bo'lsin degan uchun tanishtirib qila olamiz. Bunga javob beradigan joyda nima qilamiz? Ajratib olamiz. Xo'p, 0 gradusdan yurib boshlasak javob boshlanayapti o'sha yerda. Kosinus qachon yarimga teng? Kosinus 3. Taqsim 3. Chetdan yurib ketsak javob bo'lyapti, o'rtoqlar. Bo'lyapti. Bitta gradusni bilishimiz uchun 60 orqali nima qilishimiz kerak? Qaytaramiz. Shundan bo'ladi 5 pi taqsim 3. Endi javobimiz pi taqsim 3 plus nima qo'shardik? 2 pi 2 dan katta yoki teng nima? 4x. Kichik yoki teng 5 pi taqsim 3 plus 2 pi 2 dan. Bizga nima kerak? X kerak. X topishni nima qilamiz? 4 ga bo'lib olamiz. 4 ga bo'lsak pi taqsim 12 plus pi taqsim 2 dan katta yoki teng 2, kichik yoki teng 5 pi taqsim 12 plus pi taqsim 2 kabi. Bizga qanaqa chegara bergan o'rtoqlar? Minus pi dan pi gacha bo'lgan chegara bergan. Shuning uchun sanoqda tasvirlab olamizda minus pi dan pi gachani joylab olamiz. Bizga demak shu cheklovni berishda shuning ichidan javob olishimiz kerakmi? Demak, mana bu javobdan birinchi kanonni nima qilamiz? Kanonniga 0 qo'ysak, nima bo'ladi? Pi taqsim 12 dan katta 2, kichik teng 5 pi taqsim 12. Demak, biz buni sanoqda joylaydigan bo'lsak, pi taqsim 12 dan 5 pi taqsim 12 gacha bo'lib qolyapti. Xo'p, hozircha javob mana shu. Endi kanonniga 1 qo'ysak, 90 ga qo'shilyapti. 90 ga qo'shilyapti. Qarang, bu 90, bu 75. 11 qo'shilib 165 bo'ladimi? 165 180 dan chiqib ketmaydimi? Demak, bizga kanonniga 1 qo'yganimizda qiymatimiz nima bo'lar ekan? Kerak bo'lar ekan. Ha, mana bu 6 pi taqsim 12 desa 7 pi taqsim 12 bo'ladi. Xo'p, 11 pi taqsim 3. Buni 6 pi taqsim 12 desa 11 pi taqsim 12 bo'ladi. Bu ikkala qiymatlar bizga nima bo'lyapti? Kerak bo'lyapti. Xo'p, 7 pi taqsim 12 dan 11 pi taqsim 12 gacha deydigan bo'lsak, bu qismdagi javob ham bizga kerak ekan. Endi kanonniga 2 qo'yamiz o'rtoqlar. Yo'q, nimaga? 2 qo'ysa pi bo'lib qo'shib ketib qoladi. Endi bu chap tomondagi qismi qolib ketyapti. Buni qanaqa qoplaymiz? Ha, kanonniga -1 beramiz. -1 bersa -90 ga 15 qo'shilib -75 bo'ladi-da bu. -5 pi taqsim 12 deydi. -90 ga 75 qo'shilsa 15 bo'ladi-da, bu -pi taqsim 12 deganimi? Bu javob ham hozircha bu yerda bor. -5 pi taqsim 12 yu pi taqsim 12. Xo'p, kanonniga -2 berish masalasini ko'rib chiqamiz. -2 bersak, -90 -180 bo'ladi. Unga qo'shilib ichkariga qaytarib olib kirib qo'yadi. Demak, bizga bu oraliq nima ekan? Kerak ekan. Demak, kanonniga -2 ham qo'yar ekanmiz. -2 qo'ysa 180, 180 dan 15 ayirsa 165. -11 pi taqsim 12 bo'ladi. Katta yoki teng 2, kichik yoki teng. -pi ga 5 pi taqsim 6 ni qo'shadigan bo'lsak, -7 pi taqsim 12 bo'ladi. Demak, -11 pi taqsim 12 bilan -7 pi taqsim 12. Demak, bizga berilgan -pi u pi cheklovni ichidan necha qism javob bor ekan? 1, 2, 3, 4 qism javob bor ekan. Javob demak shundan. Tushunarlimi?